هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 73. ayetin başlap okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 72. ayetinden başlap okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey insanlar, yeni müşrikler camiası. Bir misal keltirildi. Onunla kulak silinglar. Şübhisiz ki sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarning hammasi yığılgan takdirdimi bir çivinni yaratolmaydi. Aqli bor odam qandaqmi mushundaq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqi surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ola olmaydi. Butmu va uning cho'qing'uchimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga shirik qilib olib, Allah'ını tegishli ravishda ulug'lashmadi. Şübhesiz ki Allah hakikaten kuchlidir, g'olibdir. Butlarning ojizligi va ularga ibodat qilguvchilarning ahmoqligi. Allah Taala butlarning ojizligini va ularga ibodat qiladiganlarning aqlining kamligini bayon qilib mundoq dedi. Ey insanlar, ya'ni mushriklar jamiyati, bir misal keltirildi. Yani ey Allah Taala'nı tanımağanlar ve onunla şirik keltirganlar. Sizler ibadet kılgan butlar için bir misal keltirildi. Onunla kulak silinglar. Yani sizler onunla kulak silinglar ve onu obdan düşüninglar. Şübhisiz ki sizler Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarning hammasi yığılgan takdirdimi bir chivinni yaratolmaydi. Aqli bor odam qandaqmi mushundaq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi. Ya'ni sizlar ibodat qilgan butlar va Alloh taolaning tang tushlari qilib olgan narsalarning hammasi bir chivinni yaratish uchun bir yerga to'plangan taqdirdimi, ular u chivinni yarata olmaydi. İmam Ahmed Abu Hurayra radiyallohu anhuning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala hadis qudusida mundaq deydi. Men yaratgan bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidinmi o'ziga avval qilg'uchi bormi? O'ziga avval qilg'uchi bormi? Men yaratgan bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidinmi o'ziga avval qilg'uchi bormi? Men yaratgandek bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidinmi o'ziga avval qilg'uchi bormi? Agar u bir narsa yarata oladigan bo'lsa, men yaratgandek zarra yoki chivin va yoki don yaratib baqsin. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Hadisi qudusida Allah Taala mundaq dedi. Men yaratgandek bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidinmi o'ziga avval qilg'uchi bormi? Agar u bir narsa yarata oladigan bo'lsa, zarra va don yaratsin. Ondan Allah Taala mundaq dedi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqi surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani elib qochsa,
onu çivinden tartib ololmaydi. Yani o butla bir tane çivinni yaratışkımı acizdir. Belki ular Allah Teala'nın mahlukatları içinde en aciz ve oddiy bo'lgan çivin özleriga sökep qo'yilgan xushpuroqlardan kichikkina ilib qochmoqchi bo'lsa, uningga qarshi turish, uningdan o'zini qo'g'dash ve ilib qochgan narsasini chivindan tortib olishga ojizdir. Butmu ve uningga cho'qing'ichimi ojizdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetning ma'nosi haqida butmu ve chivinmi acizdir deganlikdir dedi. Ayetga berilgan bu ma'noni İbn Jarir to'g'ri deb qaradi. Chunki bu ayet chivin bilan butning voqealigini bayon qilgan ayetdir. Ular arzimas butlarni Allohga shirik qilib olib, Allah'ını tegishli ravishda ulug'lashmadi. Yani ular Allah Teala'ga qiladigan ibadetni ojizlikdan bir chivingimi qarshilik ko'rsatilmaydigan narsalarga qilib, Allah Teala'nın qudratini ve kattaligini haqiqiy ravishda tanimadi. Şüphesizki Allah hakikaten güçlüktür. Yani Allah Teala güçlük zatdır. Şuna hamma mahlukatlarını yarattı. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Mahlukatni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Allah ana shudir. O, yani mahlukatni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Rabbingning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Allah haloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qildi. Yani o'lgandan keyin ularni terildirdi. Allah haqiqatan hammaga rizq berguchi, qudratlidir. Allah'ның quvvati ortiqdir. Şüphesizki Allah g'olibdir. Yani Allah hamma narsani bosh egdirdi, tizginladi ve bo'ysundurdi. Uning kattaligiga ve hukmronligiga hech kishi qarshi tura olmaydi. O hamma narsalarni tizginligichidir, tizginligichi zotdir. Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah hakikaten bandalarının sözlerini anlap turguchidir, qilmishlarini ko'rib turguchidir. Allah ularning oldidagi narsalarni, yani ularning hozirgi ahvolini ve kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarning ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Allah ularga ya mukofot ya jazo beradi. Allah Teala'nın elçilerini farishtalardan ve insanlardan tanlaganlık. Allah farishtalardan mı peygamberlerge vahiy yetkazish uchun, insanlardan mı şeriatni bandalarga yetkazish uchun elçilerini tanlaydi. Yani Allah Teala bu ayette özünün şeriatini ve pütüv etkenlerini peygamberlerge yetkazish uchun farishtalardan elçilerini tanlaydiganlığı ve Allah Teala'nın dinini insanlarga yetkazish uchun insanlardan elçiler, yani peygamberlerini tanlaydiganlıqdan xabar berdi. Allah hakikaten bandalarning sözlerini anlap turguchidir, qilmishlarini ko'rib turguchidir. Yani Allah Teala bandalarning sözlerini anlap turguchidir, ularni ko'rib turguchidir ve ularning ichidan kimning elchilikka loyiq bo'lganligini bilib turguchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah peygamberlik vazifasini qayerga o'rnatishni, yani kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Allah ularning oldidagi narsalarni, yani ularning hozirgi ahvolini ve kelgusidagi ishlarini biladi.
Bendilərinin işlərinin həmmisi Allah'a qaytırılıdır. Allah ulağı ya mükafat ya ceza verdi. Yani Allah Teala vazife bilen əvətgən peyğəmbərlərinin qandaq işlağı yolu qıldığanlığını obdan bildi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala ulağının işlərdən kiçikkinimi xəbərsiz qalmaydı. Allah Teala özünün həmmə nəsini bilib turduğanlığı doğrusunda mındaq dedi. Allah g'aybni bilgichidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi memnun bo'lgan payg'ambarlarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va oqisiga kuzatchi farishta selib qo'ydi. Bu Allohning uning ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Her şeyinin sanını to'liq egalligichidir. Ya'ni Allah Teala ularning ustidan kuzatib turguchidir. Ularga deyilgan gap so'zlarga guvohchidir. Ularni saqlag'uchidir va ularga yordam berguchidir. Allah Teala o'zining payg'ambarlarini saqlaydiganlik to'g'risida mundaq dedi. Ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana nazil qilingan ahkamlarning hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Allah haqiqatan kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar. Yani tazarru bilan namoz o'qinglar. Yolg'iz Rabbinglarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqribolarga sil rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechisi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allah'ın yolunda pul melinglar bilen, jeninglar bilen, taqatinglarning yetishçe cihat qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu atanglar İbrahim'nin dinidir. Bu doğru din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgiri, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondimi shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namaz o'qinglar, zakat beringlar, Allah'a yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Ibodat qilishga va jihad qilishga berilgan buyruq. Uqba ibn Amir payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haj surasi, ya'ni bu sura o'zida kelgan 2 sajda oyati bilan ortiq qilindi. Kimiki u 2 sajda oyatida sajda qilmayman deydigan, o 2 oyatni o'qimasin. Allah'ın yolida pul melinglar bilan, jeninglar bilan, taqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Bu oyat Allah Teala'ga kuchining yetishicha bo'ysunishga buyurish jihatdan tövendeki oyatga o'xshab ketadi. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Ya'ni Allah Teala boshqa ummatlarning ichidan sizlarni tanladi. Eng hurmatli payg'ambarni va eng mukammal shariatni sizlarga berdi.
sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Mubada Alloh taolo sizlarga ig'ir va qiyin kelib qoladigan biror ishga buyursa, u ishda sizlarga bir chiqish yo'lini qildi. Masalan, namoz Alloh taologa va payg'ambar alayhisalomga iymon keltirish yuzasidan aytilgan guvohlikdan qolsalar, islom dinining prinsiplarining eng cho'ngi hisoblanadi. Namoz safarga chiqmaganda 4 rakat o'qiladi. Safar ustida 2 rakat o'qiladi. Urush maydonida bo'lib, dushmanlarning hujum qilib kelishidan qo'rqib turganda ba'zi olimlarning ko'z qarashicha 1 rakat o'qiladi. Bu chaqda namozni menib ketib berib yoki uloq ustida ketib berib, mumkin bo'lsa qibla tarafga qarab, agar mumkin bo'lmasa boshqa tarafga qarab o'qisimi bo'ladi. Shuningdek, safar ustida o'qigan nafl namozdimi agar qiblaga yuz keltirish mumkin bo'lsa, qiblaga yuz keltirib o'qiydi. Mubada qiblaga yuz keltirish mumkin bo'lmasa, boshqa tarafga qarab o'qiydi. Kesal sababi bilan namozda o'ri tura olmasa, o'ri turmusimi bo'ladi. Masalan, kesal kishi namozni o'ltirib o'qiydi. Agar unda qila olmasa, yenichi yetib turib o'qiydi. Shuningdek, tasdiqda va qiyinchilikda berilgan chiqish yo'li va osonlik berish islom dinining boshqa farz va vojib amallaridan bordir. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Men haq tarafdori va yengil bo'lgan din bilan payg'ambar qilinib avatildim." Payg'ambar alayhisalom Muad bilan Abu Musani Yamanga boshliq qilib avatgan vaqtida u ikkisiga mundaq degan: "Xo'sh bishorat beringlar, qochirib etmanglar, osonlashtiringlar, taslashtirmanglar." Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyatda ko'pdir. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Shunga Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni bir qiyinchilikdan chiqish yo'li qildi dedi. Bu atanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ucanglar, mahkam tutinglar. İbn Jarir bu ayet bazı grammatiklik roliga asosan Alloh taolo bu dinda hech tasdiqni qilmadi, balki bu dinni atanglar İbrahimning dinidek keng doirlik va yengil qildi degan ma'noni bildirishi mumkin. Ya'ni ba'zi grammatiklik roliga asosan sizlar atanglar İbrahimning dinini ching tutinglar degan ma'noni bildirishi mumkin dedi. Agar bu oyat mushu ma'noni bersa, u chaqda bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshash bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu mushriklar aytganki, Rabbim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim mushriklardan emas edi. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgariki kitoblarda musulmon deb atadı. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Alloh taolo sizlarni Qur'ondan burunqi kitoblarda hamma narsalar xotirlanib saqlanadigan taxtida, ya'ni Lavhul Mahfuzda va Qur'onda musulmon deb atadı. Bu oyatning ma'nosi haqida boshqalarmi shundaq dedi. Chunki Alloh taolo mundaq dedi: Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Ondan u bo'lsa atanglar İbrahim alayhissalomning dini deb ularni payg'ambar alayhissalom ularga elib kelgan dinga ergishishga rag'batlantirdi. Ondan kitob berilganlarning dini
olimlarga va diniy yo'l boshchilariga o'qib beriladigan payg'ambarlarning kitoblarida burunqi zamondan tortib payg'ambar alayhissalomning ummatining shuhratini payg'ambar alayhissalomning ummatining shuhratini yayganligi va uning yaxshi gapini qilganligidan iborat. U ummatga qilgan ne'matini eslatib mundaq dedi. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondami shundoq atadi. İmam Nasai Haris Ash'ari'dan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki bir kishini islom kelishdan burunqi nom bilan, laqamlari bilan chaqirsa, sheksiz u do'zaxning atrofida tizlanib o'ltiradiganlardan, ya'ni do'zax kirdiganlardan bo'ladi dedi. Bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, agar u kishi ro'za tutsimi va namoz o'qisimi do'zaxga kirdiganlardan bo'lamdi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, ro'za tutsimi va namoz o'qisimi shundoq bo'ladi. Alloh taolo sizlarni musulmon va mu'min deb atadi. Ey Alloh taoloning bandalari, birersini chaqirmoqchi bo'lsanglar, Alloh taolo atagan shu nom bilan atanglar" dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Ya'ni sizlarning qiyomat kuni boshqa ummatlarga guvohchi bo'lishinglar uchun biz sizlarni mushundaq yaxshi, adolatlik va adolatlikinglarga hamma ummatlar guvoh bergan bir ummat qildik. Chunki qiyomat kuni hamma ummatlar bu ummatning barliq ummatlardan ortiq va hurmatli ekanligini e'tirof qilishidir. Shunga bu ummatning qiyomat kunidagi boshqa ummatlar ustidan ularning payg'ambarlari Alloh taolo tarafidan elib kelgan payg'ambarlik vazifasini ularga yetkazdi deb bergan guvohligi qabul qilinadi va payg'ambar alayhissalomning o'zining payg'ambarlik vazifasini bu ummatga yetkazganligi to'g'risida bu ummat ustidan bergan guvohligi qabul qilindi. La havla va la quvvata illa billah. Namoz o'qinglar, zakat beringlar. Ya'ni sizlarga berilgan bu cho'ng ne'mat uchun shukr qilish yuzidan Alloh taolaning fazilatini ado qilish, Alloh taolaning farzlarini ado qilish, buyruqlariga bo'ysunish va to'sqan ishlaridan yenishdan iborat Alloh taolaning ustunlardagi haqqini ado qilinglar. Bu ishlarning ichidagi eng muhimi namozni ado qilish va boylarning yilda bir qitim melining zakatini faqir, ojiz va yo'qsul kishilarga berishidir. Zakat to'g'risida biz yuqorida tafsili to'xtalib o'tdik. Allohga yepishinglar. Ya'ni sizlar o'zinglarni Alloh taolo bilan kuchlantiringlar. Uningdan yordam talab qilinglar va uningga o'zinglarni topshiringlar. Allah sizlarning eganglardir. Ya'ni Alloh taolo sizlarni saqlovchi va dushmaninglarga qarshi sizlarga yordam berguchi zotdir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Ya'ni dushmanga qarshi nima degan yaxshi yordam berguchi zotdir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Haj surasining tafsiri tugadi. Kelar qitimliq o'qishimizda Sura Mu'minun 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.